Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, xonimlar va janoblar. Sizlar bilan bugungi video rolikimizda ko'rishib turganligimdan xursandman do'stlar. Do'stlar, menga joy kerak, bir tinchroq, bir zo'r yer bo'lsa, bir qishloq joylari bo'lsa-dan bir mol qo'y boqsam bo'laveradi, dim bo'lmasa bir hazzati, bir toza havoda yashasam keladi desangizlar, bugun sizlarga zo'r mestadan zo'r joy topib qo'ydim. Endi birinchi navbatda joyni o'zini ko'rsatmay, atrof muhitni ko'rsatib olali. Shollar ham bitta gapdi bu. Endi shollarni ham ko'rsatib olali. Yana obunachilarimiz xudo xolasa shollar ham o'rladi. Demak, sholi bor yerda suv bo'ladi. Inomida yop bor ena. Yopda suv kelib turibdi. Ena. Xudo xolasa to'g'ri Shavot bo'yidan keladi bu. Demak, hurmatli obunachilarimiz, endi men turgan yerimni boshda sizlarga aytib o'tdim. Bu yer Shavot tumani, Beshchig'ir mahallasi. Endi xalqning dilida aytganda Oynal do'kon 19 taraflar desak ko'pchilik bilamiz. 19 ga kelib turib, ikkinchi prezdan chap taraf aylanib kelaverasizlar do'stlarimiz. Sizlarga ko'rsatchak yerimiz ina. Ko'rib turganlaringizdek. Ina shu joyimiz sotiladi ekan. Endi bu joyimiz kichkina joy emas, bu buni o'zi yerini o'zi bir 3-4 joy o'rnini egallaydi-da. Ina. O'pshi hisoblanganda endi hozir 2000 metra boradi, lekin kadastrda hozir 1300 metra kiritilgan kadastrda. Xudo xolasa, or yaqinlarim hammalar ham ina polni o'zlaringiz yeringiz bo'ladi. Bir an tarafda ina bak ko'raylik qani. Yerni sug'orib qo'ydi ekanlar, bo'lmasa yerini ko'rsatgan sizlar. Joylarni ko'rsatamiz. Yana shu mahallani odamlari bor ena gaplashamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qarmanglar. Ishlar zo'rmi? Ina shu joyimiz sotiladi, obunachilarimiz. Agar pullari sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videomizni oxirigacha ko'raverasizlar. Oldinda ina taraklari bor ekan. Xudo xolasa chegarasi ina shu yerdan boshlandi ekandan. Ana shu yopocha ekan, keyin orana qarab polni ketadi ekan. Agar bog' açsangizlar ham, otiz yer ekib foydalansangizlar ham bemalol shu yerda o'ngishib hazzatib yashaysizlar. Agar ko'plik xonadon bo'lsangizlar ham. Ina eshigini oldi, garaji, bu yon taraflarda ina oyna eshiklari, uyimiz ko'rinishi normal holatda shifr qilingan. Shifr ham o'zi normal shifrdan qo'yilgan ekan. Bu yon taraflarda ko'rib chiqalik qani. Birinchi navbatda yer maydonlarini aylanib ko'rib chiqamiz. Keyin uyning ichiga kiramiz. Ina yerlarni qarasangizlar ham buni. Bir dehqonchilik etib, hazzatib yashashdan yerlar bu. Agar 19 lar bo'ladigan bo'lsa, yozaveringlar bemalol ina. Joyning kadastr hujjatlari hammasi sozida, hech qanday problema yo'q dedi. Bemalol keladi, notariusga boramiz, tashiydi, olib yashayveradilar. Keyin undan tashqari bu joyimizda dedi, barter xizmatlar to'lov turlaridan barter bor edi, boshqa ish qilib to'lov turlari dim ko'p ekan bo'ladi. O'zlari bilan kelishaverasizlar ish qilib. Ina joyimiz, demak, bu yon tarafga qarayotgan bo'lsak, o'sha nedanang? Mushacha. Shu mushacha bo'lsa, shu aylanib, shu ketdi. Nega ketdi yer bu? Ey, voy. Shatalagati biraverasan bu yerda. Keng maydon. Hamma dehqonchilik etaverasizlar bemalol. Xo'shlik qo'ydilar. Ey, pulni bir fermer bo'lasiz ekan beri. Suv bordan suvdan muammo yo'q, ko'rib turganlaringizdek. Endi bu yoqqa kiramiz. Endi uy ichiga kirib ko'raylik qani. Geyna. Bismillahirrohmanirrohim. Oho. Mashallah deydi-gina. Uyning ichini akkuratniyatib taxlallar. Xudo xolasa ko'rib turganingizdek. Poli bor. Poli normal, toza o'xshaydi poli, toza ekan. Patologlar ham hali toza qilingan ekan, gipsokardondan. Hammasi shkaturka hammasi qilingan. Oho. Necha xonali ekan bu? Bu yon tarafda zali bor ekan. 1 2 3 4 5 xonali joy o'xshaydi bu. 6 mi 5 xonali joy o'xshaydi. Endi birinchi navbatda zalga kiramiz. Ina zali obunachilarimiz. Zalimiz kattaligi kattaligi 4 ta 8 ekan. Bu ham patolog qilingan, patologlari ko'rib tursizlar. O'sha galogen uchun ham alohida nalarni qildirib ketgan o'xshaylar bu yerda. Ina montaj qilingan. Yaxshi. Bu yon tarafga ko'rib chiqamiz. Endi ino bu yer, masalan siz ko'chadan keladigan bo'lsangiz, bu yerni tombur etib qo'ysangiz bo'ladi. Xola tombur et, xola ina shunday o'zini ochib qo'ysangiz ham chiroyli etib, uzatib, yana bu yer do'shab qo'ysangiz o'zundan zo'r bo'ladi ekan. Ina chiroyli. Bu yon tarafda spalnilari bor ina. Birsini bolalar xonasi etib qo'yasizlar. Birsinde o'zlaring bo'lasizlar bu yon taraflarda. Ina. Birsinde o'zlaring bo'lasizlar.
bir tomonlarida yana xalasanızlar birisini kuxna etib qo'yinglar, yana bu yon tarafdan joylari bor ekan. Masalan, xala ina shuni kuxna etib qo'yinglar, xalasanızlar oriyani kuxna etib qo'yasizlar. Bu yon tarafda buni ham kuxna etib qo'ysa. Bu kattaroq ekan. Buni ham alohida bir mehmonxona etib qo'ysangiz bo'laveradi. Yo bo'lmasa o'zingiz endi zal, ikkinchi zal bo'ladi, yo o'zingiz postoyanni o'tiradigan yer etib qo'ysangiz bo'laveradi do'stlarimiz. Endi dalana chiqib olamiz. Sizlar bilan endi pullarni bir aytib o'taylik. Bu yerimizga keladigan bo'lsak, yana bir tarafi endi atapleniya qilinman. Xohlasangizlar bu yerda atapleniyani siz ko'mir kotel o'rnatinglar bu yerga polniy hozir o'zi o'ng'aylab o'tiribdi. Xohlasangizlar hozir quyosh panel orqali qizdirish yo'llari уже o'ylab topildi. Bu yil уже yengillikka kiritildi. Endi gaz yo'q-ku deb birlar yozishi mumkin. Gaz yo'q degan gaplar уже qolib ketdi u gaplar. Уже bundan buyani o'zi libboy bir uyga borsangiz toza qurilgan domlara endi gaz berilmaydi. Endi berilishi mumkin 100 dan birine, 150 dan birsine gaz berilishi mumkin, lekin bunday holatlar kamdan kam bo'ladi. Do'stlar, ko'rib turganingizdek bu joyimizda bahosini 500 million deb turibdi. Bemalol telefon raqamlari ina shu yerda bo'ladi. Aloqaga chiqasizlar, o'zlaring kelishib, gaplashib olaverasizlar do'stlarimiz. To'lov usullari mashina bo'lsa ham bo'ladi deb barter qilaveramiz dedi. Keyin undan tashqari agar boshqa to'lov turlari bo'ladimi, agar siz ozgina pulingiz yetmay turibmi, ish qilib yo'li topiladi. Aloqaga chiqaverasizlar, kim olaman desa, kadastr hujjatlaridan muammo yo'q deb turibdi. Uni taxlab davri sirazi sizda pulingiz bo'ladigan bo'lsa, bir kunning ichida notariusda o'zingiz adingizda turaveradi joyimiz. Siz sog' salomat bo'linglar, ana shu videoga like ni bosib qo'yasizlar. Agar kim qarindoshingiz bo'ladimi, yaqin jo'rangiz bo'ladimi, yaqinda men joy sotib olishim kerak, bir toza joyga ko'chishim kerak, bir normalniy yerlarni qidirib bilgan bo'lsa, ana shu videoni o'sha odamlarga yuborib qo'yinglar, obunachilarimiz.